Çıraylıklı Aypaşa. Magala kapakbaş. Aypaşani, Katyusha. Şahzademni şın. To'g'ri. Hey, sizlar mushu ishinglarga ash qizlarning ota-onalari qo'shilarmi? Ha? Qiziq gap qildik. Pul versak unamaydigan kim bor? Ash qizlarni eshak gapirib boshlab usullar selishqa, xalqlar bilan hamroh bo'lib o'tirishga selishqa, ashunday ishlarga selishqa sizlarning vijdoninglar yo'l qo'yami? Ulan! Ota-onasining kari yo'q, bizga qo'shib qo'yapsiz. Bizning karimiz bu bilan. Shu? Pul topsak oldu biz. Yana kelib ash qizlarni men teppiram deb. Ha, sizning yo'lingiz bor deyman. Men teppirman. Ha. Ash qizlarni men teppirdi ekanman. Men teppirdi ekanman. Eras. Ha, sizning qizingiz bormi? Turmajon. Ha, chiqchaqmi ya? Yo'q, sizning qizingiz bormi yo'qmi? Ya, Buni so'rab baqdim. rasmi ya? Ras. Rast degan bo'lsangiz, men deb beraman. Mening bir qizim bor, men haqida. O'zi yomon chiroyli qarab. Hokiz cho'ng oldi. Boydir egiz, yomon suzuk, obdan cho'ng oldi qarab. Bir qizim bor. Yaxshi. Sizning qizingiz bormi? Chaqchaqmi va Timi qari. Bu menda xotin bo'lmas qizim ish qildi. Ara bishtal singlim bor meni. Nima? Bishtal singlim bor. Ha, Mandadam. Topdim. Topdim. Men isim topdim. Men yozay. Ha, endi isim keldi. Ha, adresini, telefon numarini, andına kokosini aniq yoz. Yozing. Ha, birinchisi. Birinchi yoz. Boylar egiz. Amlashqan. Chiroyli. Sizning qizingiz. Sizning qizingiz. Yana birisi sizning singlingiz. Ashlar aprib ashaka shu usul selinglar. Bana. Tömercan, bak sel iş bitip kaldı. Qanday? Biz bir kızsanlarımızı kalk taşap bırdıqımız bir yelek emez şu ma? Tamam, ben bana koy. Aslında herkese birimi, herkes kalkı vermeyme. Madüste, fişten bakıp bir acı. Vicdan bormi? Hey, sizlarda vicdan bormi? 3 kilo vicdan var bizde. Vicdan bor ekan. Ma'voda vicdan bor ekan. Ey, lan sen haqi qiz singillarni qaytib birdiganlarning vijdoni yo'qmi ekan? Pichoqni avval o'zingga sol. Og'irmisi kishiga degan gap bor. Ash qizlarmi o'zimizning qiz singillarga o'xshash. Qanday qilaman? Men kelam. Oldindan va o'zinglarning qiz singillarni olib usul selinglar, ha? Ashbaqishlar selinglar, ular maash ketmaydi. Ayınlar pullar kesilib qoladi. Ey, chiqdi hamoqa. Qizi bo'lmay, mush ishni o'ylab tepishlarmi? Ha? Senlar vijdon degan narsa bormi? Ya vicdanimiz hali zapas bizni. Ha, bizim mağdur birisi muş kesip kılıp yamanlı bir cik pul tepikti. Şu anda bizim bir ançı pul tapılı hem de sizin şu bana ançı pul tepasında kettikemiz bir yere bir muş ketken olduk. Tova. Odam iğildi yaşasa, ishakning suyini oladi degan shu-da. Mana qaranglar, ikki tal pul tepish uchun anchalik oshko'zlik qilib ketmanglar. Oshko'zning ishi otidi, dardiniki ichi tortidi degan gap bor. Hozirgi ba'zi tijoratlarni to'g'ri tushunadigan bo'lib ketdik. Haras. Bir er kishiga bir qizlarni akilib tanishtirib qo'ygan odamni nima deb ataydi? Ha, della. Ağzını yemle. Bakara. Mana shundoq yomon nomni, yomon atoqni olmayman desangiz, va kallangizni haqiqiy tijoratga, halol pul tepishda ishlating. Vijdoningizda 4 tanga pulga va g'ururingizni setib etmang, yengib qirindishim. Desem kaygendekin obdan buldu mu? Gençliğimiz köbeşte fırgat oldu mu? Fırgat oldu mu? Obdan buldu mu? Rahmat. Rahmat. Köpük rahmat.